illalloh, Allahu akbar. Muhammad Rasulullah, ya Habiballah. Allah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum qarindoshlar. Biz bundan burun Arba'in Navaviyningki 40 hadisninki izohati sharhisini sizlarga sunib kelgan edik. Bugun 4-chi hadisdan boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فبالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Hürmetli qarindoshlar, endi bu hadisda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam bizga o'zimizningki dunyoga kelish va dunyodan ketish ahvolimizni aniq bizga izohlab tushuntirib bergan. Endi bu hadisni rivoyat qiluvchi kishi Abdullah ibn Mas'ud. Buning kunyati Abi Abdurrahman. Bu Abdullah ibn Mas'ud kim degan bir savol tug'ildi. Demak bu hadisningki bizga yetkazgan muxbiri, ya'ni ravisi. Bu Abdullah ibn Mas'ud Mekke'de Müslüman bo'lgan Peygamber akram sallallahu aleyhi ve sellem'ninki yenidan ayrılmagan 6-cı numurluq, yani 6-cı qatim Müslüman bo'lgan sahabe. Bu sahabe hem faqih hem ço cennet bilan bisharat berilgan sahabalarning birisi. Yani 10 tane cennet bilan bisharat berilgan sahabalarning birisi. Bu sahabe Peygamber akram sallallahu aleyhi ve sellem'ninki yeniden ayrılmay barlık bilimlerini ügünüşke tirishgan. Peygamber akram sallallahu aleyhi ve sellem bununla Peygamberimiz guvalık verip bu sahabeninki igirliği Uhud dağıdan mübek igir kıyamette tarazıda olturuştu degan. Nima uchun shunday deydi o desa, Peygamber akram sallallohu alayhi ve sellem'ninki yanada ig'ir kunlarda bilib olgan Habasistonga, ya'ni hozirgi Etiopiyaga tunjulib hijrat qilgan. Undan keyingi nurg'unlagan urushlarga qatnashgan. Umar radhiyallohu anhu bu sahabaga qarab bilimga to'shaq birdan bir kishi deb guvohlik bergan. Bu sahabe Medine Munavvarda Osman radhiyallohu anhu'ninki davrida vafot bo'lgan. Bu sahabe to'g'riliq biz qisqacha o'shunchalik to'xtatib o'tile. Bu sahabe 800 dan ortiq hadis rivoyat qilgan. Demakchi bo'lgan gap nima deganda, endi bu hadisda hamda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Mas'ud deydi. O Abdullah ibn Mas'ud Peygamber akram sallallahu aleyhi ve sellem'ge muhaddisni Peygamberimiz so'zlab berganligini aniq bizga uqtirish orqali
Peygamberimizni sadık deydi. Sadık. Yani rastçıl, rast sözlügücü. Mesduq, tasdiqlanğuchi. Demek her qandaq iş faaliyetide, sözü, hareketi birdek olgan. Hatta ki peygamberlik kiliştin burunmu Muhammed Emin, işençilik, amanettar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deb nam algan demekçi. Yani buna sadık, huvel mesduq, yani tasdiqlanğuchi degan har qandaq degan sözlerde qilgan işlerde tasdiqlanıp rast deb e'tirof qilmoqchi. Deb bunu deb qo'yishlik sababli bo'ldi hadisning başida. Endi bu g'aybiy dunyoga munosabatlik bo'lgan Allah subhanahu va taoloninki insonni yaratishdagi holatlarini tushundiradigan bo'lg'achqa, shunga sodiqul masduq, qat'iy yolg'on so'zlamaydigan, ham so'zlagan so'zlari amniyatiga birdek bo'lgan, hamcho kishilar tarafidan tasdiqlangan, hem malaiklarni tasdiqlagan, Allah subhanahu va taolo tasdiqlagan va hi avatgan ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha. O'zining havo havasidan, xohishidan, o'zining qiziqishidan so'zlamaydigan, Allah vahiy qilganicha so'zlaydigan zot deganligini bizga uqtirish uchun sodiqul masduq deganni Abdullah ibn Mas'ud bu yerda deb bizga alohida eskartdi. Endi sadiqul masduq bo'lgan zot yine Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi. Sizlarninki biraringlar. Yani her qandaq biringlar demekçi. O'zininki yaratilishi o'zining onasininki quruqida, ya'ni shu onasininki bola yotqusida bu sperma holatda 40 kun shu yerda turadi deydi. Yani insonninki yaratilishi anasınınki quruqi, yani şu balyatquda ishda. O balyatquninki hozirgi olimlar isbotlab chiqliq qiziqlik gradusi 38 gradusdan yuqori o'rinda shundaq bir nimacho bir sperma shu yerda turadi. Endi bu sperma ana urug' bilan dada urug' uchrashgandan keyin 400 ming dona urug'dan shu bir talni shuning Allah subhanahu va taolo shu jonliq yaratishni Allah maqsad qilsa, shu yerda tutib olib, shu asosiy şu ba urug'lar bilan birlashadigan gap. Odatda qizlar tug'ilishdan hozirgi shu meditsina sohasidagi yozilgan kitoblarda ko'rsatilishicha 500 ming dona urug' bilan birga tug'iladi ekan. Yani tayyor bo'lmagan urug'. Bu asosda cho'ng bo'lishiga ergishib, bu urug'lar tayyor bo'ladi ekan. Demak, inson shunday ojiz narsa. Endi shu urug' balyotquga kirgandan keyin dadının meyli anının onun ma çaylıqraq tuğvalay yakço mandarak bolsun ya oğul qıvalay ya qız qıvalay deydigan hech qandaq aralış huquqi yo'q, ham aralışanmaydı. Shunchalik issiq, shunchalik bir gradus yuqori o'rinda bu echib qolmay, sesib qolmay, shu yerda turib asta-asta yo'g'inab, buning uchun mush hadis ko'rsatgan bo'yicha hozirgi ilm-fan olimlarimiz shuncha isbotlab chiqliq, shu asosda insan yaratildi. Demek insanınki mundaq aytgan vaqtda kelib chiqishi, biz nereden keldik degan savol qarta biz ashunda bir nejis suvdan dunyoga kelgan. Nima uchun shunday bo'ldi deganda Allah subhanahu va taolo hammalarninki shunday tug'ildiganligi, baravar holatda yashasin deganni bizga uqtirish uchun shunday holatda yaratgan deydi. Yaratgan deydi. Demek biz tekabburlik qilg'idak, cho'ngchilik qilg'idak, bir-birimizga zulm qilg'idak, bir-birimizni ezgidak hech qanday asosimiz yo'q. Birsimiz boshqa bir yerdan, bisimiz boshqa yerdan yaratilgan emas. Hammamiz shu onamizningki balyotqusidan tushgan demakchi bu yerda. Andan keyin buludur u shu yaratilgan o'g'il yoki qiz ashunga o'xshash degan 40 kun yana alaq, yani çok kallaq qonga o'zgaraydi. Ondan bir chanab tashlab etgan go'shtga o'xshash bo'ladi, yani 40 kun dedi. 120 kun o'tgandan keyin avatildirib bir farishta dedi. Farishta o kishi o'g'il yo qizga ruh jonni uningga puflaydi. Yani jonni shunga ato qildi Allohning buyrug'i bilan demakchi. Aynan can yo'q, cansiz holatda bo'ladi. Ama shunga bu canlı holat bo'lgan buvoq cansiz holatda bo'lgan törelme deb bunun nurgun hükümler var. Mesela bunun çürvesi qanday oldu. Bununla mesela bir kim ziyankeşlik qilib ya urib çürətken vaqtının tülemkilemdi kemamda bu hem de ayrı bir mavzuda to'xtalamiz. Lekin can şu vaqtda insonga
ata kılındı demekçi. Ve buyuruldur o periştem de 4 narsani yezishqa deydi. Birincisi onun nimasi rizqi. Rizqi. Endi biz bu yerda rizq desek nima deymiz? Rizq degandan keyin lakinde biz yeydigan narsa esimiz keldi. Chunki bizning g'amimiz shunda bo'lgandan keyin boshqa narsani rizq deb qaramaymiz. Aslida rizq degan nima desa, Alloh subhanahu va taolo bandiga ta'minat asosida bergan, bandiga ato qilgan narsaniki hammasi shu bu rizq deb ataladi. Mayli u bilim bo'lsin, mayli u bola bo'lsin, mayli u sog'lomlik bo'lsin, hammasi rizq. Bandi shundan manfaatlangan bo'lsa, bu rizq bo'ladi. Bu rizqi buningcha yezildi degan bo'ldi endi. Rizq yezildi. Buningki manda narsancha yeydi, manasıncha yemaydi. Çünkü insan o rizqidan ortiq yemaydi. Rizq tugab ekan deymiz, rizqidan kammi yemaydi. Rizqi bo'lsa yashaydi, bo'lmasa yashamaydi. Bir adam aqli bo'lganga yoki bilim bo'lganga pul topadigan ish bo'lsa, masalan misol qilsak, bizning vatanlarimiz jiq ko'raglik boshqa yerda shundoq nurg'unlagan unvonlarni olgan har doktor professorlar odatli bir maoshga bir savodsiz kishining qo'lida ishlaydigan ish. Bu demek Allah'ın şunda uğurlaştırışı, ma'lum tirishchilik ko'rsatganlikdan shunda bo'lgan bo'lishi aniq endi. Masalan, uning ajali deydi endi. Ajal degan nima desa, umr bo'yi shu falon vaqtdan tortib falon vaqtgacha yashaydi degan shu ajali demakchi. Anadan keyin buningki u shaqiy, baxtsiz yoki gumroh yoki baxtli ekanligi buning uchun yozildi degan bo'ldi. Yozildi. Endi bu müşü 4 xil iş bunun uchun yeziladi. Allah'tan özge ilah yok. Yani şu büyük Allah bo'lgan Allah bilan qasam biraranglar deydi. Amal qiladi, nima? Ahli jannatninki amalini amal qiladi. Hattoki budur uning bilan jannat arasida zira deydi. Bir g'ulach, bir agiz kaydek ya qiladi va yoki masalan buningda yaqin bir orliq qilib qoladi jannatga. Demak, hayot oxirlashib az qolgan chaqda uningga kitob ilgilab ketadi-da. Demak, u do'zax ahlininki amalini qiladi yoki shuni qilg'iziladi. Demak, uni do'zax kiradi dedi. Ba'zilar anglaydi. Do'zax ahlininki amalini qiladi, qilib do'zax bilan uning orasida shu aslam yaqaga vaqtning o'zida bu nim qiladi desa, buningga kitob ilgirlab ketib, ayni vaqtdagi yozgan taqdiri bo'yicha buning uchun jannat amalininki ishi qilg'iziladi yoki u qiladi, buning bilan jannat kiradi dedi. Ana bu Buxoriy, Muslim xabar qilgan hadis. Başqa Abu Davud ve başqa İbn Majah, Tirmizi hammelenço xabar qilgan bu bir sahih hadis. Demek bundan biz bunda xato tushunmasak bo'lmaydi, bu ijboriy shakllik emas. Bu bir hikoya, qissa, masalanço xabar shakllik bo'lgan ish. Demek bandini Allah subhanahu va taolo ayni vaqtda boshqa hadislarda bor. Masalan, Allah subhanahu va taolo odamninki bolalarining kichik ana zarrachilik holatida hammasini olib dunyoga qo'yib qo'ygan. Dünya qo'yib qo'ygandan dunyoda bu banda yaxshi amal qilganlari, yaxshi bo'yicha yomon amal qilganlar yomon bo'yicha bo'lgan. Shundan keyin qora ruh, oq ruh maydonga kelgan deb yana bir hadisda bor. Endi mayadimi yana bir hadis bor. Bu hadisda nima desa, shu hadisning mazmuni buning damda pima yabdu linnas dedi. Ko'rinishda do'zax ahlining amalini qilgan, lekin bu jannat bo'lib ketadi. Ko'rinishda jannat ahlining amalini qilgan bu kincho do'zax bo'lib ketadi dedi. Demak, buni odam da bo'lsa, sahobalarimiz so'rgan, ya Rasululloh, bunda yezilib bo'lgandan keyin biz shunga tayinib, yulinib lamcho, bunda yashsaq bo'lmamdi degan vaqtda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam yo'q, likullin muyassarun lima xuliqa lahu degan. Har bir kishi o'zi yaratilgan narsaga, ya'ni jannat yaratilgan bo'lsa, jannatning amalini, do'zax yaratilgan bo'lsa, do'zaxning amali uning oson qilinadi. Shunga tirishib, shuni qilayotganiga, shuningcha ahvoliga qarab, uncha ma'vo jannatining amalini qilibdi, ma'vo do'zaxning amalini qilibdi deb nim qildi. Uningga guvohlik nim qildi, bayg'ildi demakchi.
Demek endi bu yerda biz inson yashashda qanday yashaydi degan vaqtda inson endi xavflar rija o'tirisida yashash bu har bir musulmondan talab qilingan narsa. Xavf degan ansirash. Alloh subhanahu va taolo mencho davzaxga salivitamo, men jazolivitamo deb ansirash. Rijochi umidvor bo'lish. Alloh subhanahu va taoloning rahmati g'azabini besib tushdi. Alloh subhanahu va taolo Rahmanur Rahim sifati bilan men jazolamaydi deb turish. Hech kim o'zigacha unda kafolat bermaydi. Hech kim o'zigacha men jannat bo'laman demaydi. Hattoki Umar radhiyallohu anhuma nihayat shu yig'lab ketgan yerlari bor. Ham Huzayfa ibn Yamandan Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamniki sir sandiq bo'lgan Huzayfa radhiyallohu anhu yeniga kelib Payg'ambar alayhisalom munofiqlarningki ismini tizimligini deb beribdi ekan. Shuning orasida men bormi yo'qmi degan. Demak Umar radhiyallohu anhu kim? Umar radhiyallohu anhu degan ikkinchi xalifa. 3 xil hukmlar Umar radhiyallohu anhuninki taklif fikr shu maslahati uyg'un holatda tushgan shunda ulug' sahoba nurg'un fathlarni qilgan. Uning solishtirganda bizning ahvolimiz nihoyatda bekcho xatarli qarindoshlar. Shunga biz o'zimizga tamanno qo'yib, o'zimizga nihoyatda mag'rurlanib yashash bu bir cho'ng xatolik bu. Shunga mu'min nihoyatda bir tarafdan umid bor, bir tarafdan nihoyatda qo'rqib turib yashash bu aqalli talab, aqalli bu Allah subhanahu wa ta'alaninki buyrug'i, Payg'ambar alayhisolamninki emrendi. Shunga bu qo'rqish asosida yashagan bir qancha nimalarni o'tganki ilgariki olim ulamo mujtahidlarninki amaliy ahvolni sizlarga so'zlab birimiz endi. Sufyan Savri bu nihayatda bek yig'lab turadigan, nihayatda Alloh subhanahu va taologa o'zini shundoq bog'lab turadigan bir kishi ekanda. Buningga ey Abu Abdullah, sen bu Allohninki seni kechiradiganligidan umidvor bo'lib yashagan. Allohninki bu afvuchanligi sening gunohingni afv qilishning natijasi buyuk-ku. Deganda men gunohimga, qilgan gunohlarimga yig'ilmayapman. Men faqatlamcho gunohim qancha ko'p kelsa, uningga nisbatan parvo qilmayman. Lekin men shu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan tavhid bayrog'ini ko'tarib shu tavhid bayrog'i asosida, ya'ni shu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhisalom Allohning elchisi degan mana mushu sözlerini kitalamdimi yoki kitamamdimi deb yig'lab ketgan ekan. Hech kimning kapolati yo'q qarindoshlar. Hech kimning kapolati yo'q. Shunga biz o'zimiz ilqi mag'arraka bi robbikal karimallazi xalaqaka fasawak masalan. Seni nim mag'rurlantirib qo'ydi banda dedi. Alloh subhanahu va taolo nim mag'rurlantirib qo'ydi. Nima sen yo'g'inchilik qilsa, nima sen atkachilik qilsa demoqchi endi. Bundan da la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bu qisqalan bir so'z bo'lsa-mi, bu so'zningki ma'nosi pek chuqur. Buni hamda qisqa to'xtalsak, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh shundan ketalsam, Alloh subhanahu va taoloning rahmati orqali mening gunohlarim afv qilinganlik buning ishonchim bor. Lekin inson kafir ketib qolsa, inson murtad bo'lib ketib qolsa, shu holat ketib qolsa, buning ahvoli bak xatarlik. Shunga bu Sufyan Savridek ham muhaddis, ham mujohid, bundaq mujtahid olimlarning qo'rqishimi odamni hayron qoldirdi endi. Masalan, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan birinchisi diqqat qilganimiz bu yerda la ilaha illalloh, bu yerda inkor bor. La degan yo'q degan bo'ldi. La ilaha illalloh, Allohning o'ziga iloh yo'q. Avval inkor qilib, demak qalbimizni pokizlab etib, boshqa hamma narsani chiqarib etib turib, anadekincho yegani Alloh bor deganni deyish bu tavhidningki nimasi asosiy talabi. Masalan, Allohu mavjudun desimi, bulutda nima uchun tasavvurda inkor bor? Inkor degan hamma narsani supurib tashlayman. Allohninki birlik borligini men jazman tuniyman. Alloh yeganidir. Alloh taolo hamma narsani yaratquchidir degan ma'vo tuyg'uda bo'lish. Biri. Ikkinchisi, bu yerda inkor qilib hamma narsani qalbidan chiqarib atgandan keyin undan Allohninki birlik borligini qalbga o'rlashtirish degan bo'ldi. Shunga la degan so'z burun keladi. Burun keldi. Yana bu oyatda shunga "Faman yakfur bit-tagut va yu'min billahi faqad istamsaka bil urvatil wusqa." Kim "Faman yakfur bit-tagut", tag'utga kafir bo'lsa, tag'utni inkor qilsa,
Ve yu'min billah, Allah'a işense dedi. Ayada Allah'a işense, Allah'a işense anandan keyin şu tağut kafir olsa demey. Tağutqa kafir olsa onu Allah'a işense dese bütün kalbidan tağut ne? Tağut degan kim dese, tağalma deb qo'yamiz. Suv taşdi. Mesela bir östen su kelgan bo'lsa, ko'rikdan teshib o'tgan bo'lsa, ko'rikni tepib chiqayotgan bo'lsa taqalmoq deymiz. Hadidini oshgan, chekidini oshgan, hamcho Allohning qonuni bilan yashamagan, Allohning qonunicha ko'zgilmagan, Allohning qonunicha hech nima emas deb qaragan, yoki Allohning qonuniga qartacho boshqacha qarashlarda bo'lib, uni masxir qilgan kishilar ve Allah'ın kanunundan başka kanun kılımız dep mangallar hemmesi mi? Tağut. Hemmesi tağut. Demek muş tağutka kafir boğa vakitta femme yekfur bit tağut ve yu'min billah. Anandikin Allah'a işense faqad istemseke bil urvatil usqa. Müstehkem tutkanı çoğu onundikin tutkan boldu degen bol. Şu la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın düşünüş, bunu düşündürüş bizden çok başta atıp bulanmaydıgan mesuliyetimiz kardeşler. Hem de Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki vakitte meyle yuşurun davet olsun, meyle aşkara davet olsun, meyle yalğız kalsın, meyle sahabeler birlik olsun. Bu davet cihadını, teşvikkat cihadını toxtup koygan emas. Bizim salqaravatkan meselemiz muşu şu. Peygamber namazma 10 yıldan keyin farz qilindi. Enanga tushunsa Qur'on hadisini tushundirish. Şu asasi için maksat tevhid. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şu bir adam la ilahe illallah deb qo'yiblar Muhammed Resulullah deymiz şu. Yoki Muhammed Resulullah deyishni inkor qilsa şu, o kafir. Mesela Yahudilarınki, Nasaralarning bir qismi, mesela Allah'nınki birlik barliq ishinde qalib lekin Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallam e'tirof qilmaganligi uchun u kafir. Mesela şu an biz imanimizni tekshirib beqishimiz. Biz tushunimiz va biz bilamiz. Hammamiz hozir bilarman bo'lib ketdik mendan boshlab. Shunga la ilaha illallohni tushunish. Nima uchun la degan so'zni keltirdi? Nima uchun hamma yakfur bittag'ut va yu'min billahi faqad istamsaka bil urvatil usqa. Yakfurni inkor qilsa, kafir bo'lsa, tağut kafir olsa deb burun dedi ve yu'min billahi keyin dedi. Buni bilib beqishimiz, tushunib beqishimiz intayin pek muhim demakchi. Shunga biz özümüzün en ansiraydiganimiz bu yerda yaratılışda shunday bir nihoyatda ig'izga og'il bo'lmaydigan bir tamchi mana suvni yaratildik. Andan keyin dunyoga keldik. Hammamiz imtihon. Nereden keldik? Nega keldik? Nega ketimiz? Buni bilishimiz kerak. Yaşashimiz kerak mushu asosdan. Mushu la ilaha illalloh Muhammad Rasulullahning taqazos buncha bu menishimiz intayincha muhim. Kimdikin men musulmon deydigan, la ilaha illalloh Muhammad Rasulullahning tegi mohiyatini tushunish kerak. Shunga oyatda nima? Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Bilgin deydi. Bilim la ilaha illallahning oldida. Nima uchun? Taqlidchilik qilma, ergashmichilik qilma, do'rivanma. Allohni-chu, Allohning o'ziga iloh yo'q deganni bilibsan. Dalil faktlar bilan-chu tushun degan bo'ldi. Shu fa'lam ba, bilgin va. Shuni bilishimiz, o'qishimiz bu bek muhim. Shunga islom shariatida o'qish farz ayn, tavhidni to'liq tushunguchilik. Bir odam-chu o'zi men musulmon deydi ekan, bu bilim o'qishninki, o'rganishninki bo'libmi diniy bilimning farz ayn ekanligini biz unutib qolmasligimiz kerak. Farz ayn degan o'zi ijro qilmasa boshqalar qilib qo'yolmaydigan amal nima shu farz ayn bo'ladi. O'zi qildigan gap. Farz kifoyachi boshqalar qilib qo'ysildi, masalan, janozamizga o'xshash va boshqa ishlarga o'xshash masalan. Boshqalar qilsa undan odat topadigan. Şuna hammamiz farz ayn bilimlarni o'qishimiz, la ilaha illalloh Muhammad Rasulullohning tavhidni to'g'ri usulda, to'g'ri shaklda tushunishimiz bu intayin muhim demakchi. Peygamber Ekrem sallallohu aleyhi ve sellem şuna Mekke'deki vaqtlar nim qildi jihadni boshlayapti. Fala tuti'al kafirin va jahiduhum bihi jihadan kabira degan oyat tushdi. Kafirlarga itoat qilma, mushriklarga itoat qilma. Ularga qarshi jihad qil, jihadan kabira cho'ng jihad. Bihi nima? Qur'on orqali, hadis orqali tavhidni tushundir degan bo'lish shu. O vaqtda qurolliq urushga izni, ruxsat berilmagan vaqtlarda tushgan oyat bu. Buni tushunib oldik qarindoshlarimiz. Shunga hammamiz o'rganguchi, mendan boshlab hammamiz davomli o'rganishimiz kerak. Dinni o'rganmaymiz. 50-60 yillik yashash uchun shunchalik darajada jafo tortimiz, mablag' solamiz, o'rganimiz. Oxirat uchun nima uchun sanmaymiz shu mablag'ni? Nima uchun vaqt chiqarmaymiz? Nima uchun o'rganmaymiz? O'zimizning qalbimizga, qo'limizni seppa qilib, o'zimizni tekshirib baqili. Biz shunchalik narsadan yaratilgan, dunyoga keldik. Dunyoga uchun, ya'ni ketimiz dunyodan. Hech kimcho aman qolgan emas bu o'lim degan narsadan. Masalan, Aşı İskender Zulqarnayndan tatib, Chingizxondan tatib, aşı Mavzun alayhi la'nidan tatib, Stalindan tatib, bütün 70-80 milyon adamni o'ltirgan badbaxt kafirlardan tatib hammasi ketdi. Ketdi. Bizmi ketimiz. Biz dunyoga imtihon, sinoq uchun
keldik. Bizning imkoniyatimiz, bizning imtihonimiz. Shunga biz imtihonimizni to'g'ri tushunib, Alloh subhanahu va taoloninki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'buduni." Men jin va insonlarni faqat menga ibodat qilishni uchun yaratdim. Ibodat degan nuqul holatda 5 farzni ado qilishlar emas. Allohning elchisining buyruqlariga bo'ysunish, cheklaganlardan yenish, to'sqanlardan yenish buning o'zicha ibodat. O'zimiz musulmon deydi ekanmiz, musulmon deb da'vo qildik ekanmiz. Biz islomiy asosda la ilaha illalloh Muhammad rasulullohning taqozosi bo'yicha yashashimiz bu intayin muhim. Chunki xato holatda dinni majburlash yo'q, unda yo'q, bunda yo'q deb oyatni suiiste'mol qildigan, o'zimizning shaxsiy manfaati, o'zimizning havo havasiga bo'ysundirdigan, o'zimiz nima lozim bo'lsa shuning uchun fatvo chiqarg'izib shu bo'yicha mangadigan qilsak, bu Allah subhanahu va taoloning yeni bir oyatga afarayta man ittaxaza ilahahu hawahu degan oyatga tushib qolamiz biz. Deb baqqancha ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zininki havo havasini, xohishini yaxshi ko'rdigancha o'zininki bir havasini iloh qilib olgan deb. Havasmi iloh bo'lamdi, iloh bo'ldi albatta. Shariatdan chiqsak, shariatni yiroqlashsak, islom qonunini qonun qilmayman. İslam qonuni cho'p zamonga mos kelmaydi. Islomdan biz yiroq turishimiz kerak. Musulmonlar andoq bo'ldi, mundaq bo'ldi deganlar mush havo havasga berilganlar. Hech qanday jihatda azroq bilimi va ahlim deganlar buni inkor qilmaydi. Biz musulmonlarda hozir dindan yiroqlashish, dinimizning bir xil o'zimizningki taraqqiyotimizni to'salg'ida qarab qolgan, dinni to'g'ri tushunmagan ahvol bor. Biz tarixdan beri shundaqcha mustamlika yoki xato tushuntirishninki natijasida dinni to'liq tushunib bo'lolmadik. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Islomga umumiyuzlik kiring degan buyruqqa biz xiloflik qildik qarindoshlar. Umumiyuzlik bir kirib qaqala. Umumiyuzlik bir amal qilib qaqala anaqdekin g'alaba kamiga vaqtda desakmi ulgurmizda. Shunga bizning vatanimizda 70 yilni yoqib biz endi yaqin zamondagi mustamlikada qoldik shu sababdan biz nurg'unlagan biz tushunchlarga, to'g'ri tushunchlarga ega bo'lolmadik. Buning uchun hozirgi shundaq sharoitimiz bor vaqtda uyg'unlar hammalar cho'ng, kichik hammalarga balog'at ketgandan tortib bo'g'uchilik, bu o'qish, uyg'unish bu farz ayn. Avval Allohning tunish shartlarini har qanday bilib o'qisak, o'rgatsak, dunyoni taraqqiy qildiradigan bilimlarni o'rgansakmi, o'xshashlarcha umu farz. Buna diqqat qiling. Demak biz o'zimizningki hamda shu nayati to'g'ri bo'lgan yo'limizda, o'zimizningki musulmonchiligimizda ching turishimiz, qat'iy tavrinib qolmasligimiz bu intayin muhim. Shunga biz eliqcha hamda bizningki masalamiz umid bilan shu qo'rqish orasida bo'ldi dedik qamdi. Anda bo'lgan ekan, masalan, Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir hadiste ana inda zanni abdi bi degan bir hadis var. Fal yazun bi ma sha'a dedi. Allah subhanahu va taala shundaq degan bu hadis qudusi. Demak men bandamning o'y fikrida bo'laman dedi. O'y fikrida bo'laman. Demak bandam men xohlagan narsani o'ylasin, xohlagan narsani maqsad qilsin dedi. Nimani maqsad qilsa shuni bilma degan bo'ldi. Biz Alloh yordam qildi, Alloh berdi deb shunga loyiq tirishib tirmishib, o'zimizning mas'uliyatni ado qilib, o'zimizning insonlikni tunib, musulmonlikni tunib, o'zimizningki moddiy va ma'naviy jihatdagi qulchiligimizni ado qilsak, Alloh taolo shunga loyiq beradi. Agar unda qilmay, ya uningdan ya buningdan umid kutib, yoki islomga qarshi, yoki islomga keynimizni qilib yashasak, vaqtda shu o'ylig'imiz bo'yicha Alloh taolo taxmi eg'ir patqoqchi bizni paturib qo'ydi qarindoshlar. Bu tarixda bo'lyotdi, hozirmi ko'ryapmiz, mayli xalqaro vaziyat bo'lsin, mayli amniyatimiz bo'lsin, Allohga yaqinlashish, Alloh bilan biz Allohningki buyruqiga xiloflik qilib qolishni qilsa qolmaydi. Allohga yaqinlashishni kech-kunduz o'zimizga bir qilnoma qilmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Shu oyatda "Va may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib." Bir odam Allohni haqiqiy qo'rqsa, "Va may yattaqillaha makhrajan." Alloh taolo uning uchun "Va may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan." Alloh unga chiqish yo'li beradi deydi. Biz chiqish yo'li nerede, qanday qilsak qilib biz qutulamiz deymiz. Chiqish yo'li mana mishadi. Allohning avval qo'rqili. Allohning digini bo'yicha qilib baqili. In tansurulloha yansurkum. Allohning yordam kelmadi demiş, yordam qilmaydi, bizni unutib ketgan bo'ldi, andaqmi? Har kufr so'zini qildi xalqimiz. Unda qilmaylik qarindoshlar. Allah deydi-ki, in tansurulloha yansurkum. Agar Alloh yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi deydi. Allah yardım vermeyi biz Allah'ın dinini taşlap koysak, hukuk için taşlap koysak, davetini taşlap koysak, özümüzün insanlığın tunuyduğun yolunu taşlap etsek, Allah bizge nemiş yardım kılsın. O şart küçmüdük de biz. Şart ada tapmağandıkın, şartınınki neticesi birdiğin dersini Allah Teala bizge vermeydi kardeşler.
Şuna biz çıkış yolu tapımız desek Allah Teala'nınki dini qaytaylı, İslam'ı qaytaylı. Ama yettaqillaha yec'allahu mahracan ve yerzuqhu min haysu la yahtasib. Biz o'ylamag'an yerni Allah Teala cho rizq berdiganligiga va'da qildi. Bu rizq degan bayatni deb o'tgandek moddiy va ma'naviy jihatdagi hammasi cho rizq bizga. Xotirjamlik masalan cho, bilim, yaxshi do'st, masalan yaxshi hamra, yaxshi bala hammasi rizq. Men tushunlik qilmoqchiman. Şu anda Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e qanday qildi desa, nahayat ko'p o'qiydigan duosi payg'ambarimizning ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik deb muyda payg'ambarimiz duoni o'qidi. Ummu Salama radhiyallohu anhamiz dediki, bu qalbim o'zgarib turamdi ya Rasululloh debdi. Ha, bandalarningki qalbi Rahman Taala va taqaddasninki xohlagancha o'zgartirishli bo'ladi. Banda qig'iniga ba'zi ishlarga qarabchi bu qalbimcha o'zgarib turdi degan. Demek Peygamberimiz bu adam dinimde müstehkem kıslı Allah. Kalplerini özgürtücü zat dep dua kıyıp biz nima üçün dua kılmayımız. Hazır biz nurgun cihat şu dinimizin üzümüz bilip bilmey. Biz şu naat yaxşı kıldık dep oylayımız. Lekin dinden çıkıp gitip kalgan yerlerimiz mi şu? Köp. Mesela. Hazır bizde ilmani fikir meydanı geldi. Başka şu İslam'da Müslümanı yaxşı görmeydiğen, Kur'an'ı yaxşı görmeydiğen ahvallar şu meydanı geldi. Bunun hemmesi nima dese? Biz şu dinni to'g'ri tushunmaganligimizning kelib chiqqan masala. Şu Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallam nima deb duo qilgansa, payg'ambarimiz bo'lgan zot mening qalbimni dinda mustahkam qilsa, qolgan ziyon emas. Dinimizni chitib qolsak, dinimizni yiroqlashib qolsak, buning ziynini to'ldirib olsiz ziyon. Ya'ni innamal a'malu bil xawatim degan bir hadisda. Amallar eng oxirgi natija bilan bo'ladi dedi. Eng oxirgi natija. G'alba eng oxirgi 5 minutda. Bir odam imom bilan keta olsa, uning uchun derecesi hasilab yuqori bo'ldi. Allah Teala onu kechirim qildi. Lekin imom bilan ketmay, dinga haqorat qilsa, uncha anoniki musulmonlarga haqorat qilsa, dindan chiqishga urinsa yoki cho kafir bo'lsa, bu chaqda bu ishi nihoyat cho xatarlik degan bo'ldi. Shuni biz har qanday ishda nihoyat diqqat qilishimiz lozim. Hattoki Abu Bakr roziyallohu anhu, bu shunda payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamdan keyin cho tunji bo'lgan xalifa. Bu xalifa nima degan desa, xalifa şu üzninki sakratul mevtda naytiliqi jan uzish oldida üz degankenki men qalbimda bir narsa his qilyapman deb Oysha roziyallohu anhaga bir dona bog'ni, kichik bir bog'ni sovuq qilganken, bu bog'ni darro qaytirib o'tgan marasniki arzqa deganken. Ana degancha desa, men musulmonlarning ishiga ega bo'lib, hech qanday bir atal tanga ya bir atal tanganiki parchasichilik narsancho men onu yıvanmadım, işletemedim. Biz addisada turmuş geçiyorduk. Kimning uchun addisini kiydik. Biz Müslümanlarninki mushu nurg'ulg'an xizmatning qilish jarayonida nurg'ulg'an jafolarni chekdik. Hozir mana mening qo'limda qolgan bir ya sug'urdigan, ishiltadigan tuga va mush kiyim-kechak, mush bir narsa, mushning hammasini ash Baytul Molga davlatninki qaytirib o'tinglar deganki. Degan vaqtda buningga Ömer radhiyallohu anhu yana kelib yig'lab turib Ömer radhiyallohu anhu Abu Bakr bizni sen o'zingdan taximi charchitadigan, taximi shunda bir qiyin ishga miqib qo'yding. Chunki Abu Bakr shunda mangandiki Ömer radhiyallohu anhu albatta muyda mangadi. Lekin Abu Bakrninki umumiy xalqninki manfaati, umumiy musulmonlarninki bir vakolatdancho xalifalik vazifasini ijro qilgan bo'lg'achqa Abu Bakr radhiyallohu anhu desa, mana shunda holatda dunyodan ketishni orzu qilgan. Adam qaranglar, dunyoga yalang'och keldik, yalang'och ketimiz. Kepanning yanchiqi yo'q, kepanga pul savag'il bo'lmaydi. Shayton shunda undaydi bizni. Shaytoncho bizni namratlik bilan qo'rqitdi, nurg'un narsalarni qo'rqitdi. Biz topgan mol dunyolarimizni o'zimiz topamiz. Halol bo'lsa, halolga hisob, harom bo'lsa azob. Balalarimiz to'g'ri yo'lga ishiltamdi, xato yo'lga ishiltamdi, biz uqmaymiz uni. Şu Allah yolda işiltip, onun to'g'ri yo'lda işiltib olish bizning uchun bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatimiz ham cho majburiyatimiz qarindoshlar. Shuna bilan Abdurahmon Avf debdikan. Umar roziyallohu anhu mudalqa yen tug'aliq degandan keyin sen mush Abu Bakr roziyallohu anhuninki bir quli, bir dani, bir tugisi va bir 5 dirhamga arzimaydigan bir kiyim-kechaklarni topsan, tatib olmoqchimi deb Abdurahmon degan vaqtda mush Abu Bakr roziyallohu anhuninki nima munda vasiyat qilganligini, men Abu Bakr roziyallohu anhu dedim, men buning o'rnini boshqacha o'zimning yendin nima qilib beray? To'liqlab qilib beray, lekin Abu Bakrning vasiyatini ijro qilmasak bo'lmaydi degan ekan.
Hem şunu bunu desek pek bir cıkkılık emli ahvallar pek köpken şunu biz buluğucu galiba olup diken hazır hem de biz umum emas muşu milletimizdeki meyle rehberlik katlamında olsun, meyle ustazlar olsun, endi ma'lum kişilerinki xiyaneti yoki ma'lum kişilerinki shunday bir to'g'ri bitirib qilmasligi millatninki amaliy ahvoligacha haqiqiy to'g'ri holatda bir ega bo'lmaganlik sababidan bizning millatimizning ahvoli shunday kunni kun keyin ketib bordi desak, ani bu bir bu mubolag'a emas. Shunga hammasi emas. Bir ish chiqqandan keyin qolganlar to'g'ri qilganlarni shuningki nimasida hamda kishilar ayiblaydigan holat shakllanib qolgan. Shunga umumiy narsani tutganlar, yetimga ega bo'lganlar, mayli dernek tashkiloti bo'lsin, mayli partiya bo'lsin, bular birinchi bo'lib la ilaha illalloh Muhammad Rasulullohni o'zining qalbiga uyish kerak. Qalbiga shuncha nishon qilish kerak. Shuning bayrog'ini lapildatgan ideya bo'lmasa, unda yerda turish, uning keyindan minish, uning gucho aza bo'lishing o'zi cho'ng xatolik bu. Şu la ilahe illallah Muhammed Resulullah çokum en çok şuarımız buluş gerek. Allah yardım kılmasa bütün dünya biz yardım kılmamız desek mi yardım bulmaydı. Taraftan nurgun kaytem işletçi bizge bir ibret buluş gerek kardeşlerimiz. Şu anda biz nurgulluğun meselede biz üzümüzdeki kimlikimizni unutup kalmaslıkımız Allah subhanahu ve ta'ala umumizlik mesela tövbe kılışımız, tövbenin keçiktirmeslikimiz Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim dedi o ve tubu ilallahi cemi'a eyyuhel mu'minun la'allekum tuflihun dedi. Nizat tepşinler için ey mu'minler Allah'a umumizlik tövbe kılınlar dedi. Bu tövbe kılınlar işte mu'minler dep durup işte mu'minlerin tövbegine ihtiyacı var. Şu an tubu ilallahi tevbeten nasuha samimi tövbe kılış gerek. Bizler işiniz şu yo'qolib ketdi. Shayton endi bizni ishni bilgan qil, ati qiladak, vaqting bor, taxo muqimmisangmi, keyin xayjib olsa, deb olsa, masalan, shaytonning bir odati, shaytonning bir taktikasi masalan, vala umannahum vala amurannahum oyati bor. Arzu umid to'ldirib yutim deydi insonni. U ani qilib, mani qilib, keyin xayjayma. Va puling hozir 100 ming bo'lganda Alloh yo'lida ishlatganda, yo'q, 1 million bo'lganda ishlatsang, teximjiq ishlatma deb. Unda shayton uncha kuchga aytadi endi. 1 million bo'lsa, 10 million bo'lsin, yapma paçiski takibi yeni bir azrak pul tapsam buldu dep mağadagan ahvalla bu ba. Şuna biz ahirette Rabbirci'uni la'alli a'malu salihan fima tarak dedi. Perverdigarım meni qaytusla men şu qaldıgan näsirini yaxshi bir iş qilib olsam deydigan bir hasratlik kundan biz çok saqlanishimiz lazım. Aşında galat kun kelishdan burun özümüzün maddi ve manevi jihatdagi özümüzün şaraitimizni Allah yolunda çok hizmet kılgızı verişimiz intayin çok muhim emdi. Şuna biz bu bir bende cennet amilininki işini kılıdı. Pima yabdolin naz. Kişilerge mada kürünüş şunda gandı. Cennet amilinin ilişini kıvatkan ekliğin kalbi çok nepak olan tolgan, kalbi kapır olgan, aş kalbi dikinden yığıştıranma çıkırıp itip her nasi yuşurup bakaydı ya ki yezip salıdı. Her nasi İslam'a Müslümanlık hakaret kıldı. İslam'da kıldınız. Yok ben onda kılmadım. Ben de Müslüman elhamdülillah deyip durduğun gibi. Mesela kürünüş için namaz okuydu. Lekin diniga Müslümanlığa ziyankeşlik kıldı. Hakaret kıldı. Tarihini özgertdi. Burmalaydı. Ya sözleydi. Ya yazıdı. Ya Müslümanlığa karşı siyasi cihette başka kapırlarını hemkarlaştı mesela. Bazı kişiler çok devzak emelinin ki emelini kıldı. Kürünüşünde kişiler yine kürün demdi. Lekin o cennet ehli deyildi. Ama bunu kanda buluş meselesini biz endi uqmaymiz. Şuna biz kalbimizden emniyetimiz birdek bo'lmasa biz şu münafık olumuz. Şun kafir itiqadi cihettik mesela şu münafık o kafir oldu. Zahiri cihettik mesela yalga ayetiş bazı işlerin qıpsası aqidasında bo'lmasa o şu münafıkның bir şahsdan bir işini çok qıpsagan buludu. Mesela kalbimi kafir, üzümü kafir olsa o kafir oldu. Kalbi şu özüm Müslüman tashqi jihatdagi ba'zi ishlarni qilib sagan bo'lsa, u nima bo'ldi desa, munofiqlikning bir shaxsini qilgan bo'ladi. Hamda qalbi kafir o'z musulmonning oldida voy deb turtgan, sapning oldida yuradigan, davoni oldida yuradigan, lekin qalbida xap mushuni bir joylasam, ya deydigan manda bo'lib qolsa, bu shu e'tiqodiy jihatda nima bo'lgan bo'ladi? Kafir bo'lgan bo'ladi endi bu. Shunga Salaf salihillah Müslümanlarning tashqi ko'rinishlar ichki qalbi birdek bo'lmasa, bu munofiq deb bunga hukm qilgan ekan. Shunga bu Umar roziyallohu anhu nayt qattiq ansirgan, qo'qqan ish. Endi shunga biz bu shu zaman oxirida yashab qoldik. Bizningki so'zimizni eng oxirisini Alloh subhanahu va taolo
Aşı la ilahe illallah Muhammed Resulullah bilen ahirlaştırılı nisip kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala muşu davet teşviqatını anlagan yoki muşunga ameli rahmetdan da muşu qatnaşkan kişilerge Allah subhanahu wa ta'ala muşundaq sorunda oltuğan dep cennetil firdevstin bile oltuğu nisip kılsın. Allah ta'ala hemmeylerine iman, itiqat bilen yaşıgıl nisip kılsın. En ahirki sözümüzne la ilahe illallah Muhammed Resulullah dep muş sözüne haqiqiy amaliyatimizni ijro qilib dunyodan ketganlar nisib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.